Assalomu alaykum. German tili o'rganayotgan do'stlar, yaxshimisizlar? German tili o'rganish safaringlar yaxshi ketib boramdi. Bu videoda biz german tilida hayvonlarni, qushlarni nima deymiz, shuni qisqacha o'rganib o'tamiz. Die Tiere, hayvonotlar degan gap. Endi boshlaylik. Der Hund, it. Die Katze, mushuk. Der Kuh, kala. Das Pferd, at. Das Schwein, cho'chqa. Die Maus, chashqan. Der Hase, toshqan. Der Hahn, xo'roz. Der Löwe, sher. Der Fisch, baliq. Der Vogel, qush. Der Affe, maymun. Das Schaf, qo'y. Der Esel, eshak. Das Krokodil, timsoh. Der Bär, ayiq. Die Giraffe, zirafa. Der Elefant, fil. Die Schlange, yılan. Die Schnecke, qulula. Das Zebra, tag'lat. Der Tiger, yo'lbars. Das Kamel, to'ga. Die Ziege, o'chka. Die Biene, hara. Der Schmetterling, kepinek. Der Frosch, paqa. Amsa keyingi videoda ko'rishguncha omon bo'linglar. Auf Wiedersehen.